Tak, hammaga xayrli kun o'rtoqlar tushumsizlar. Xudo xohlasa men bu videoda scalping tushuntirib bermoqchiman. Maksimum qo'ldan kelgancha o'zi scalpingda kimlar shug'ullansa bo'ladi, qanaqa shug'ullanish mumkin, misol nimalarga e'tibor berish kerak. Xudo xohlasa polniy shu bo'yicha gaplashamiz. Videoni e'tibor bilan oxirigacha ko'ringlar. Podpiska qilmagan bo'lsanglar, hozir o'zi podpiska qilinglar. Xudo xohlasa videoga like bo'lsanglar, ko'proq insonlarga video ko'rinishi mumkin va menga vasha katta podдержка bo'lardi. Scalping o'zi bu nima? Scalping bu mana kichkina time frame'da, ya'ni 5 minutlik, 1 minutlikda tez kirib chiqish bozorga. Mana shu narsani tushunishimiz mumkin. Misol mana low time frame, kichkina time frame'da, misol 5 minutlik, 1 minutlikda misol biz tez kirib chiqishimiz mumkin. Va mana shu narsa scalping deb aytiladi. Scalpingda kimlar shug'ullanishi mumkin? Odatda scalping qilish uchun vaqt oladi, chunki siz chartni oldida o'tirishingiz kerak, ya'ni grafik tagida o'tirishingiz kerak bo'ladi. Qarab, har qayerda kun bo'yi bo'sh bo'lsa odam, endi kun bo'yi bo'sh bo'lishi shart emas. Misol kuniga 1 soatmi ajratsangiz ham bo'ladi. Kuniga 1-2 soat misol ajratib scalping qilib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Lekin sizda limiti bo'lishi kerak, ya'ni qancha ko'p foyda qilsam shuncha yaxshi degan narsa yo'q. Sizda plan bo'lishi kerak. Misol uchun sizda 2% da, misol menda 2% qilishim mumkin. 2% menga kunlik 2% mashincha. Menga normalniy, например. 2% dan 2% profit qildimmi, bo'ldi, men yopaman. MacBook'imni bo'ldi, savdo qilmayman. Chunki plan shunaqa menda, 2% yetadi menga. Agar misol yana deydigan bo'lsangiz, o'sha ham nafsga qarab ketaveradi. O'sha ham pul yo'qotib tushishingiz mumkin va shunaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin. Aytmoqchi bo'lgan narsam, siz kunlik plan qilishingiz kerak. 2% mi, 3% mi, misol 5% mi, avvalambor bozor holatiga qaraladi. Agar siz misol mana Bitcoinda savdo qiladigan bo'lsangiz, Bitcoinda riski kamroq. Kichkina risk va daromad ham shunaqa kichkinaroq bo'ladi. Misol stop lossni kichkina qo'yishingiz mumkin-da. Foizi kichkina bo'ladi, lekin daromad ham shunga yarasha bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa virtual coinlarda, mover virtual coinlarda qanaqa bo'ladi? Endi stop sal kattaroq bo'lishi mumkin va daromad ham shunga yarasha katta. Shunaqa. Endi bu qarorni o'zingizlar chiqarasizlar. Qaysidan savdo qilishni, qanaqa risk olishni faqat o'zingizlarga qarab, misol sharoitlarga qarab risk qilsanglar bo'ladi. Misol uchun biza scalping qilish uchun misol men birinchi o'rinda 30 minutlik time frame misol qarashim mumkin-da. Qanaqa holatda misol uchun mana ko'rishimiz mumkin 30 minutlik time frame'da hozircha mana short position, short polniy pastga yurib kelyapti. Общий market struktura bo'yicha qaraydigan bo'lsa ham narx polniy hozircha bizda pastga yurib kelyapti. Misol uchun mana ko'rishimiz mumkin, tam tepaga, pastga, tepaga, tepaga, pastga, xudo xohlasa bunaqa pastroqni bir ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xudo xohlasa mana shu zonalar biz uchun qiziqroq bo'lgan zona. Kelganda xudo xohlasa so'chani yopilishiga qarab turib qaraymiz. Baba men katta time frame'ni ochib qarayman. Misol 4 soatlik kunlik time frame'ni ochib qarayman, chunki misol har xil bloklarga kelishi mumkin. Misol uchun mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, tayyor blok bor-da. Mana shu yerda misol blokimiz bor edi. Mana shu yerda blokimiz bor edi. Blokdan o'sha reaksiya olib bo'ldi. Men ertalab savdo qilgan edim. Esingizda bo'lsa, men post qildim Telegramda, esingizda bo'lsa. Mana shu o'shadan blokka kirib kelayotgan paytda o'shadan ko'rdim. 5 minutlik time frame'ga o'tdim. Sizlarga tushuntirib beraman. Nimaga kirganligimni. 5 minutlik time frame'ga o'tdim. Mana narx nima qilyapti? High, low yo'da ozgina consolidation degan narsa bor, ya'ni akkumulyatsiya. Bitta joydan yig'ilib qolishlik va bu yerda xuddi shu narsa bo'lgan, ya'ni bitta joyda ham turib qoladi narx. Mana shunaqa bitta joyda, bitta zonada turib qoldimi, qaysi zonaga birinchi tepaga ustiga chiqib retest qiladigan bo'lsa, bilinglarki o'sha tomonga narx yuradi, yana dalshi. Retest bo'lgandan keyin. Misol uchun mana qaranglar, tepani buzyapti, tepaga chiqdi va bitta pastga. Men imini mana shu zonadan qo'shildim. Va aytagidalik bitta tepaga chiqib, polniy hamti likvidni, polniy yechgan o'rtoqlar. Bo'lganda 336 profit qo'ygan edim. O'zidan profitim urdi.
Yomon emas, bo'lganda stop lossni kichkina mashina blokni tagiga qo'ygan edim. Asosiy sabablar xuddi shu narsa bo'ladi. Mana shunaqa zonalar bo'ladigan bo'lsa, tepaga bundan chiqib retest qilganidan keyin faqat, ya'ni narx bitta orqaga yurib berish kerak. Narx yurib ketayotganda hech qachon qo'shilmaydi o'rtoqlar. Bu absolyutni xato narsa. Ko'pchilik qiladi-da bu xatoni. Narx yurib ketyapti-da, o'sib ketyapti, qo'shilib oladi. Voy, o'tkazib yubordim. O'tkazib yubordingizmi? Bo'ldi, kirmang. Sizga imkoniyat beradi. Ya'ni narx baribir qaytib keladi. O'sgan narsa tushadi pastga. Mana tushgan. Bitta o'sib bo'lgandan keyin narx tushgan. Imkoniyat beradi demoqchim. Prosta siz bu yerda katta risk qilasiz. Juda ham katta risk. Yurib ketayotgan paytda besabab siz qo'shilib olmaydi-da. Siz konkretniy misol retest qilgan joy, masalan, blok, например, mana bu blok bor ekan. Shunaqa zonalarda siz qo'shishingiz kerak bo'ladi. Siz agar mana shu yerda Fibo tortadigan bo'lsangiz, mana qarang. Mana low high da, mana siz 0.5 da qiziqishingiz mumkin. Sizga tayyor informatsiya beryapti. Ya'ni 0.5 bu qiziqadigan zonamiz. Bizga komfort hisoblanadi. 0.5 zona. Bu 0.5 lar bilan ishlashingiz bilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 0.5 ham juda ham bizga aniq informatsiyalar beradi. Besabab kirmanglar. Men shuni aytmoqchiman, besabab kirmanglar, konkretniy sabab bo'lishi kerak. Xo'p, mana Bitcoinni ko'radigan bo'lsak, Bitcoinda nima holat bo'lyapti? Bitcoin mana ko'rishimiz mumkin market struktura bo'yicha mana. High, low, high, low, high bo'lyapti. Low mana bitta high va pastga bitta low, high, low, high bo'lyapti, ko'rishimiz mumkin va bitta low pastga. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin market struktura o'zgaryapti, ya'ni 5 minutlik time frame da. 5 minutlik time frame da market struktura o'zgaryapti. Biza retest zonalardan ham orqaga qaytib keladi-ku pastga. Mana shunaqa zonalarda biz qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu narsa bizga tasdiq, ya'ni mashina o'chirib tashlang. Mana shu candle tepasida yopildimi, ikkita teng low odatda keladi, ikkita teng low keladi. Ikkita teng low kelgandan keyin ustiga chiqib retest qilish kerak. Ustiga chiqib oladi pastga. Mana shu narsa bizga tasdiq, ya'ni confirmation deydi buni. Mana shundan keyin biz mana shunaqa zonalarda qo'shishimiz mumkin bo'ladi, stop loss bilan. Yoki bir martingale qilsa ham, martingale bilan qilsa ham bo'ladi misol. Shunaqa, aytmoqchimanki, tasdiq bor, ya'ni aniq sabab bor sizda. Sizda informatsiya bor, kirishingiz kerak bo'ldi. Risk qilishingiz kerak mana shu yerda. Narx yurib ketayotganda emas-da. Shunaqa. Hozir mana ko'ramiz. Fibo tortamiz. Mana lowdan highga. Vot mana o'rtoqlar. Fibonacciga to'g'ri kelyapti. Ya'ni 0.5 bizga qiziqadigan zonamiz hisoblanadi. 0.5-0.6 bizga qiziqamiz. 0.5 keldimi? Bo'ldi. Sizlar sekin qiziqaversanglar bo'ladi. Xo'p, stop qayerda bo'ladi? Siz 0.5 da kiryapsizda. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda low bor, ya'ni svechalar turibdi. Shu svechani tagiga qo'yasiz, sal pastroqga qo'yishingiz mumkin, chunki buni sweep qilishi mumkin. Sweep bu urib yuboradi, pastga kala tashlab berishi mumkin svecha. Mana shu likvidni yechib yuboradi. Shu sababdan shuni sal pastroqga qo'yishingiz mumkin. Salimdoroq qo'yishingiz mumkin. Shunda udobna bo'ladi sizga. Xo'p, take profit qayerda bo'ladi? Take profit misol mana shu zonada qilsangiz bo'ladi umuman olganda, chunki bu yerda ko'rishimiz mumkin likvidatsiya bor ekan, narx yig'ilib pastga tushgan, mana shu likvidni yechishiga qo'ysangiz bo'ladi. Likvidni yechishiga. Shunda bizda qaranglar, 0.27 ta stop loss va 1.22% bizda take profit bo'lyapti. Ya'ni 4/1 risk соотношение. Rewards degan narsa mana 4/1 bo'lyapti. Yomon emas. Chotki bu mana. Kichkina stop, daromad ham yomon emas. 1.22. Shunaqa. Zato stopingiz kichkina, riskingiz kichkina bo'lyapti. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Agar siz hozir altcoinga o'tadigan bo'lsangiz, altcoindan memcoinlarga misol o'tadigan bo'lsangiz, unda risk katta bo'ladi. Altcoin ham kattaroq bo'lmaydi. Bitcoinda riski kichkina. Shunaqa, mana dalsha ketyapti, price o'sdi tepaga o'sgandan keyin misol mana retest qiladi va yig'ilib tepaga o'sish ko'rish mumkin. Bunaqa zonada qo'shilsa bo'ladimi?
da qo'shilsa bo'ladi-yu, riski ko'proq bunaqa zonada ham, bunaqa o'sayotgan zonada ham. Chunki men nima deydi, bunaqa narsada ham bunaqa fikrlayman. Masalan, bunaqa yuryaptiman, bitta zonaga tayanib chiqyaptiman, narx bilinglarki, tagida go'sht bor. Ya'ni o'zdan tilda aytadigan bo'lsak, likvidatsiya pul bor. Bozor shunaqa manipulyatsiya qiladi, bitta oqib, bitta tushib, stopingizni polni tozalab tashlashi mumkin. Ya'ni riskovniroq demoqchiman. Menga o'sha yoqada bunaqa zonalarda qo'shish, ya'ni chuqurroq korreksiyalarda, misol bloklarda qo'shish menga вообще komfortli. Men bunaqa trendlarda men savdo qilmayman to'g'risi. Shu mana hozir mana shortga yurmoqchi, bitta chiqib polni hammasini tozalaydi. Uni tagida likvid bor. Chunki nimaga odamlar mamnaq qilib longga kiradi. Mamnaq qilib bir nechtasi longga kirishi mumkin. Da misol olishingiz mumkin profitingizni, lekin riski ko'proq. Menga yoqmaydi to'g'risi. Savdo qilsanglar bo'ladi, конечно, bunaqa trend chizib olasizlar-da. Trend chizib olib turib, misol mana shu trendga kelishi, misol mana trend chizdinglar, kelishi bilan misol bunaqa zonada stopinglarni bunaqa tagiga qo'yib turib, anaqa qilsanglar bo'ladi, tam ishlab olsanglar bo'ladi. Shunaqa, lekin men savdo qilmayman, uni yoqtirmayman to'g'risi unaqa savdo qilishni. Xo'p, bu yerda ko'ramiz, mana qaranglar o'rtoqlar. Bu yerda nima bo'lyapti? Narx tepadan pastga yurib kelyapti. Mana low, mana high. Misol uchun mana qaranglar. Low, high, low, mana high bo'lyapti-da. Low. Mana bitta high bo'ldi misol mana. Mana siz mana shu zonada qo'shishingiz mumkin. Mana shu zonada siz qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Chunki nimaga? Mana high tepasida yopilyapti. Mana ustida yopilayotganligi uchun siz misol qo'shilsangiz bo'ladi bo'lganda. Yoki siz Fibo tortsangiz bo'ladi mana. Fibo tortsangiz mana sizga shunday ko'rsatadi 0.5 zonangizda misol. Ya'ni siz 0.5 zonada qo'shishingiz kerak bo'ladi, конечно. Stopni sal pastroqga qo'yishingiz mumkin. Mana 0.5 qizil zonaga, ya'ni golden pocket 0.6 zonaga qo'yishingiz mumkin. Va take profitingizni ko'rasiz. Tepada nima bor? Misol mana highga qo'yishingiz mumkin. Mana bu highga. Mana shu highga qo'yishingiz mumkin. Shunda bundoq tortasiz. Bundoq tortasiz, sizda mana salkam 1% profitingiz bo'ladi. 0.13% mana ko'rishimiz mumkin. 0.13% riskingiz bo'ladi. Bu degani 7 ga 1 risk соотношение. Bu вообще четко degani. Men yana alohida video darslar qilganman. Fibonacci bo'yicha, market struktura bo'yicha, mashlar bo'yicha, yana mashla likvidatsiya bo'yicha alohida videolar bor. Oramizda misol realni shu scalpingga qiziqadigan insonlar bo'lsa, misol kunlik rasxodni chiqarib turgan, chiqarishni xohlaydigan insonlar bo'ladi-ku. Misol uyda sal bekorchi va shunaqa insonlar xohlaydi scalping qilishni. Va shunaqa insonlarga men tavsiya berardim, da scalping qilsangiz bo'ladi. Endi mana bunaqa narsa qarang. Qiyin-ku, bo'lmayapti degan bilan ish bitmaydi, kekishimizni liboy narsa boshida o'xshamaydi, ishoning. Liboy narsa fail bo'ladi. Harakat qilsanglar sizlarda ham o'xshaydi demoqchiman. Tak, bugun mana 19-mart, xudo xolisa 23-mart kuni xudo xolisa mana shu video darslarni olishingiz mumkin. Xudo xolisa, ya'ni 45% skidkada faqat qaranglar o'rtoqlar. Bu videoni ko'rganlarga, bu videoni mana oxirigacha ko'rganlarga 45% skidka qilib beriladi. Chunki nimaga bilasizlarmi? Bu videoni faqat realni qiziqishi bor inson ko'radi-da. Misol kanalimda har xil inson kuzatadi meni, просто takka kuzatishi mumkin, например. Qiziqishi просто tam kuzatishi mumkin. Unaqa insonlarga emas, lekin atidan shunaqa videolarimni, darslarimni oxirigacha ko'radigan, mana shunaqa rivojlanishni xohlaydigan insonlarga faqat shunaqa. Просто tak men sotsam bo'ldi emas-da, realni qiziqishi bor insonga olsa, unda foydasi bor ekan ishda menga. Shuning uchun o'rtoqlar, xudo xolisa mana 23-mart kuni xudo xolisa qabul ochiladi. Inshaalloh yana kanalda, Telegram kanalda men qo'shimcha informatsiyalar beraman. 45% skidkada ega bo'lishingiz mumkin. Low price da bo'ladi. Bemalol hammaning sharoiti yetadigan darajada bemalol shu videolarni ko'rib, xudo xolisa scalping qilishingiz mumkin. Bilim
juda muhim narsa o'rtoqlar. Bilim, misol odam bilimga investitsiya qilsa, bu bir necha barobar bo'lib qaytib keladi. Siz baribir o'sha pulni bozorga tiqib yo'q qilib yuborishingiz mumkin. Undan 100 barobar kerak bo'lsa 1000 barobarni. Shuning uchun men o'ylayman, birinchi bo'lib inson bilim olish kerak. Bilim olganingizdan keyin siz bemalol uni bilimni praktika qilib, praktikada qo'llab, normaliy opit olganingizdan keyin soqani qilib o'tishingiz mumkin. U inson rizqqa yozilgan, odam harakat qilsa, o'sha rizqiga yarasha o'zi overadi. Shunaqa deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Fikringlarni kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Telegram pastda bor silkasi, qo'shilib olinglar. Qo'shilmagan bo'lsanglar ko'p informatsiyalar beramiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.